Assalamu alaykum savoqdoshlar. Hozir biz arab tili grammatika darsimizning 29-darsini o'qiymiz. Biz ilgirki soatlik darsimizda musanna, ya'ni ikkilik ism bilan tanishib chiqaydik. Biz bugunlik darsimizda ko'plik ism bilan tanishib chiqamiz. Unda bo'lsa ko'plik ism degan nima? Buni oddiy qilib tushuntirgan vaqtimizda ko'plik ism deganimiz ko'p narsalarni bildirgan ism. Unda bo'lsa bu ko'p narsa qancha tal bo'lsa ko'p bo'ladi. Qancha tal bo'lganda, qanchadan ortiq bo'lganda buningga ko'plik ismni qo'llangan bo'ladi deganda arab tilida 2 dan ortiq, ya'ni 3 yoki undan ortiq bo'lgan narsalarga ko'plik ism qo'llanamiz. Endi ko'plik ism deganning arab tilidagi o'lchamlik tunishtirilishi al-jam'u, ko'plik ma dalla ala akthar min ithnayn بتغيير صورة مفرده أو بإضافة إليها. Köplük isim deganimiz ma dalla ala akthara min ithnayn. 2dan ko'proqga dalolat qilgan narsa. 2dan nimaga? Ko'proqga. Demak, 2 taldan ko'p bo'lib qolsa bir xil narsa. Bunga biz ko'plik shaklda ism qo'llanamiz. Qanda o'zgarish bilan bo'ladi deganda bitaghyiri surati mufradihi. Uning birlik ko'rinishi o'zgarish bilan. Ya'ni ko'plik ismda uning birlik vaqtdagi holatidagi ko'rinishi o'zgaradi. Aw bi idofati ilayha, yoki u birlik holatidagi ko'rinishiga bir qancha harf, bir yoki ikki harf qo'shiladi. Uning qurilmasi o'zgarmaydi, uningga qo'shilish orqali ko'plik ism o'zgaradi. Demak, jami ism deganimiz 2 dan ortiqqa birlik ko'rinishining o'zgarishi bilan yoki birlik ko'rinishiga qo'sh bilan 2 dan ortiqqa dalolat qilgan narsani biz nima deymiz? Jam'i, ko'plik ism deymiz. Masalan, rijalun, erlar. Bu odatda 2 dan ortiq, 3 yoki undan ortiq bo'lgan erlar bo'lsa, biz bunga rijalun, erlar deb ishlatamiz. Endi buningki birlik holati o'zgarib, undan ikkinchi ko'plik bo'ldi. Masalan, birlik holati rajulun, ko'plik holati nima bo'ldi? Rijalun. Demak, birlik holatidagi ko'rinishi o'zgarib ketdi. Najihuna, imtihondan o'tuvchilar, kutib qozong'uvchilar degan gap. Demak, bu mu ko'plik ism. Buning birligicha najihun. Demak, buning birligidagi holati ko'plik bo'lgan vaqtida o'zgarib, buzilib ketdimi yoki uningga qo'shilib, ya'ni bir qancha harf qo'shilib ko'plik bo'ldimi deganda najihun, najihuna. Demak, buning birlik holati o'zgarmadi, ammo buning oxiriga vav bilan nun qo'shilish orqali ko'plikka aylandi deymiz. Fatayat, qizlar deganga o'xshaydi. Demak, bir ism birlik holatdan ko'plikka aylangan vaqtida, ya'ni mufrad holatdan jam'i bo'lgan vaqtida ya uning birlikidagi ko'rinishi o'zgarib ketadi. Rijalun deganga o'xshaydi. Yoki birlik holatidagi ko'rinishi o'zgarmay, uningga harf qo'shilash orqali ko'plik bo'ladi. Xuddi najihun deganga o'xshaydi. Endi mushu nuqtadan, ya'ni ko'plik bo'lgan vaqtida uning birlik holatidagi ko'rinishi o'zgarish yoki uningga harf qo'shilish orqali ko'plik bo'lish, mushu nuqtadan jam'i ism 2 turga aylanadi. Deydi al-jam'u qisman. Jam'i ism 2 qism bo'ladi. Birisi salim, ya'ni sog'lom bo'lgan ko'plik ism. Bu yerdagi sog'lom bo'lgan ko'plik ism degan nimani ko'rsatadi deganda, bu ko'plik bo'lgan vaqtida buning birlikidagi holati o'zgarmaydi. Uningga harf qo'shilish orqali ko'plik bo'ladi, birlik holati qana qilmaydi, o'zgarmaydi. Deydi salim bo'lgan ko'plik ism deganimiz ma salima bina u mufradihi indal jam'. Ko'plik bo'lgan vaqtida uning mufrad qurilmasi sog'lom qolgan. Ko'plik bo'lgan vaqtida uning birlik qurilmasi sog'lom qolgan. Va innama yuzadu fi akhirihi wawun va nun. Faqatlam uning oxiriga vav bilan nun ortiq qilingani yoki ya nun ortiq qilingani. Demak, bir ismni ko'plik qilgan vaqtimizda u ismning birlik holati buzilib ketmay, uning oxiriga vav, nun yoki ya nun orqali ko'plik qilingan bo'lsa, biz buni jam'u salim deb ataymiz. Sog'lom ko'plik qilingan ism deb ataymiz. Masalan, najihuna deganga o'xshaydi. Najihuna tashqalatu vav bilan nun orqali ko'plik bo'ladi va najihina. Demak, mayli najihuna bo'lsin, mayli najihina bo'lsin, ikkisi qanday ko'plik. Najihuna pashlik holatda
nacihine çoğu zeverzilik halatda. Demek bu yerde ikilisi de birlik halka takılmadı, buzluk ketmedi. Yani sağlam kaldı. Nacihunun akıga voğlanını koştuk. Nacihine de nacihunun ayağa yavlanını koştuk. Ya ki elif bilen tani koş arkalık köpük kılımız xuddi alimetun olsa alim ayal degen bo'ladi. Alimatun deb elif bilen tani arkalık elif bilen tani kuş arkalık köpük kılgan bolsak o sağlam köpük kılıngan çoğu isim bo'ladi. Demek cem'ini qancha qism bo'ldi degan, 2 qism bo'ldi degan, birisi sağlam köpük kılıngan isim. Sağlam köpük kılıngan isim deganimiz köpük bo'lgan vaqtida uning birlik holatidagi qurilmasi o'zgarmay sağlam qolgan bo'lsa, biz buni sağlam köpük kılıngan isim deymiz. Agar köpük qilgan vaqtimizda uning birlik holatidagi qurilmasi o'zgarib ketgan bo'lsa, buzilib ketgan bo'lsa, biz buni nima deb ataymiz? Jam'i mukassar yoki taksir deb ataymiz. Qaysini atsak bo'ladi? Jam'u taksir yoki jam'u mukassar deb ataymiz. Hamda jam'u mukassar degan nima degan gap? Ma taghayyar bina'u mufradihi. Köpük qilgan vaqtimizda uning birlik qurilmasi o'zgarib ketgan. Masalan, rijalun, kutubun. Bu köpük shakldagi ism. Birligi cho rijalunniki rajulun. Rajulunni köpük qildik, rijalun bo'lib ketdi. Demek bunun birlik holatidagi qurilmasi o'zgarib ketdi. Kitabun, buning köpüki cho kutubun. Demek bunu köpük qilgan vaqtimizda uningga bir harf qo'shish orqali emas, uning qurilmasi o'zgarib köpük qilingan bo'lsa, bu jam'i mukassar yoki jam'u taksir deb ataladi. Mana bu jam'iningki ikki turi. Hamda biz jam'i salim ve jam'i mukassar deb ikkiga ayirdik. Hamda jam'i salim ikki qism bo'ladi. Jam'i salim degan qanday salimdi? Jam'i salim deganimiz köpük qilgan vaqtida uning birlik qurilmasi o'zgarmay köpük qilingan isim. Bu ikki qism bo'ladi. Birincisi muzakkar salim, yani jam'i muzakkar salim. Sağlam erlik köpük isim. Yani bu nima degan gap deganda, bu uning ta'rifi tunishtirilishi ma jumi'a bi ziyadati wawun wa nun aw ya'un wa nun. Vo nun yoki ya nun bilan köpük qilingan isim. Masalan, ja'a mudarrisuna desam, o'qituvchilar keldi. Bu yerdagi mudarrisunni biz köpük isim deymiz. Qanday köpük isim bu yerdagi mudarrisun? Oldi bilan salimmi taksirmi desak, bu salim. Chunki mudarris vun demek bu birlik holati o'zgarmay sağlam peti köpük qilindi, vo nunning kelishi orqali deymiz. Endi bu jam'i salimken bu muzakkar ismi yoki muannasmi desam, bu muzakkar ism. Unda bo'lsa bu jam'i muzakkar salim ismi deymiz. Chunki jam'i muzakkar salim deganimiz vo nun yoki ya nun orqali köpük qilingan ismdir. Ya nun orqali köpük qilingan deganimiz zirlik holati. Masalan, ra'aytu mudarrisina, marartu bi mudarrisina. O'qituvchilarni ko'rdim, o'qituvchilarning qashidan o'tdim. Bu jumla qaraydigan bo'lsak, ra'a fi'il tu fa'il. Mudarrisina maf'ulun bih. Ziverlik o'rnida. Bu jam'i muzakkar salim ismninki ziverlik alomati nima bilan bo'ladi? Ya bilan bo'ladi. Biz ismning i'robini so'zlagan vaqtimizda buni so'zlab qo'ygan. Demak, muzakkar salim deganimiz bu köpük qilingan vaqtida birlikdagi holati sağlam qilib vo nun yoki ya nun orqali köpük qilingan ismlarni biz jam'i muzakkar salim deymiz. Ya'ni erlik sağlam köpük qilingan ism. Endi buning qanday sharti bor deganda, buning sharti. Ya'ni sharti deganimiz har qanday qismni mush jam'i muzakkar salim shaklda, ya'ni oxirga vo bilan nun akbashlan köpük qilib bo'lamdi desa, yo'q, unda emas. Yani bu jam'i muzakkar salim şekilde, yani vonun yoki yanun orqali köpük qildigan ismlar arab tilida faqat ikki xil ismlar. La yujma'u hadal jam'u illa shay'an. Bu köpükde faqat ikki narsadan köpük qiladi. Vonun yoki yanun orqali, yani jam'i muzakkar salim şekilde faqat ikki narsadan köpük qiladi. Birincisi al-alam li muzakkar aqil. Aqillik, yani aqil muzakkar alam. Yani aqillik muzakkar xassa. Bunun şartı var. Har qanday aqillik muzakkarsini bu şekilde köpük qilinmaydi. Bunun şartı bi sharti xuluvihi min at-ta va min at-tarkib. Ta'dan va tarkibdan xoli bo'lishi kerak.
Bu muzakkar aqilninki xos ismi ta'din va tarkibdan cho'q xoli bo'lishi kerak. Tarkibdan degani Abdullah, Abdurrahman deganga o'xshagan xos ismlarni bunda ko'p qilolmaydi. Ta'din cho'q ayollikning ta'sidan cho'q xoli bo'lishi kerak. Masalan, Hamza, Talha deganga o'xshash olmasligi kerak. Masalan, Zaydun, Ahmad, Xolid. Mana bu ismlarni biz mushu jam'i muzakkar salim shaklda cho'q ko'p qila olamiz. Bu shartiga tushadi. Ya'ni bu ta'din xoli, shundaqla tarkibdan xoli. Zayduna vovlandan orqali ko'p qildik. Ahmaduna, Xoliduna demak pesh holatda vovning orqali ko'p qilib bo'ladi. Zirlik holatda cho'q yanun orqali ko'p qilamiz. Zaydina, Ahmadina, Xolidina. Demak, birinchidan nima ekan? Ta'din va tarkibdan xoli bo'lgan muzakkar aqilning ismlarini bu shaklda ko'p qilib bo'ladi. Ikkinchidan aqil muzakkarning sifatini. Aqil muzakkarning sifatini uchun bu shaklda ko'p qilib bo'ladi. Masalan, aqil muzakkarning sifati deganimiz fodil, solih deganga o'xshagan. Buning sharti cho'q desa, buning sharti bi sharti an takuna xoliya min at-ta. Buning sharti mu ta'din qanday bo'lishi kerak? Xoli bo'lishi kerak. Ammo ta'din xoli bo'lgan bilan soliha li duquliha. O ta'kirlaydigan bo'lishi kerak. Masalan, solihun desak bu bir nima bo'ldi? Sifat bo'ldi, erkishning sifati. Buningga ta'din xoli, ammo ta'kirlamdi, kiradi. Solihatun, olim, olimatun. Demak, ta'din xoli bo'lishi kerak, ammo u ta'kirishga loyiq bo'lishi kerak. Ta'kirlaydigan bo'lishi kerak. Bu birinchi sharti. Ikkinchi sharti, endi ta'din ta'kirlamasa, ya'ni ta'kirishga loyiq bo'lmasa, lidalalati ala at-tafdil. Bu cho'qim bir tafdilga, ya'ni ismi tafdil bo'lishi kerak. Tafdilga dalolat qilish kerak. Masalan, alimun, katibun deganda biz jam'i muzakkar salim shaklda ko'p qila olamiz. Ya'ni vonun yoki yanun orqali ko'p qila olamiz. Nima uchun? Chunki bu aqil muzakkarning sifati, shundaqla ta'din xoli, oxiri ta yo'q. Ammo ta cho'q kiralaydi. Masalan, olim, olimatun, katib, katibatun kiralaydi. Endi ta'kirlanmasa nima bo'lish kerak degan? Lidalalati ala at-tafdil. Tafdilni bildirish kerak. Ya'ni ismi tafdil bo'lishi kerak. Masalan, akmal, afdal. Demak, bu yerda garchi akmal, afdalga ta'kirlanmasa-mu, ta'kirishga loyiq bo'lmasa-mu, lekin bu tafdilga mukammalroq, afzalroq deb bir tafdilga dalolat qiladi. Demak, bu ismlarni, ya'ni aqilning muzakkar ismlari ta'din xoli bo'lgan, ammo ta'kirlaydigan yoki tafzilni bildiradigan aqil muzakkarning sifatlarini jam'i muzakkar salim shaklida ko'p qilib bo'ldi. Masalan, alimuna, katibuna, akmaluna, afdaluna deganga o'xshagan. Demak, jam'i muzakkar salim shaklda faqat ikki turli ismni ko'p qilib bo'ladi. Buning birinchisi aqilliq aqil muzakkarning xos ismi. Buning sharti ta'din xoli bo'lish, talha deganga o'xshash ismlar bo'lmaydi. Va tarkibdan xoli bo'lish, Abdullah, Abdurrahman degan ismlarni qilolmaydi. Ikkinchi jam'i muzakkar salim shaklda ko'p qilib bo'ladigan ism aqil muzakkarning sifati. Buning sharti mu ta'din xoli bo'lish, ammo ta'kirlaydigan bo'lish yoki tafdilga dalolat qiladigan bo'lish. Ammo tafdilga dalolat qildi. Ammo ta'kirlamadi. Ammo tafdilga dalolat qilmasa, ularni biz qanday shaklda jam'i muzakkar salim shaklda ko'p qilolmaymiz. Endi biz jam'i salimni ikkiga bo'lgan, birisi jam'i muzakkar salim, shundaqo sog'lom ko'p qilingan erlik ism. Bular vo nun yoki yanun orqali ko'p qilingan ism bo'ladi. Bu jam'i salimning ikkinchi turi jam'i muannas salim. Dal shuncha qarama-qarshi uduldagi bir ism. Sog'lom ko'p qilingan ayollik ism. Sog'lom ko'p qilingan ayollik ism. Biz endi uni tuanda so'zlaymiz. Endi jam'i muzakkar salimni tushundik. Arab tilida jam'i muzakkar salimga qo'shilib ketadigan mulhaq bo'lgan bir bilik ismlar. Deydi, yulhaqu bi jam'il muzakkar salim fi i'rabihi. Endi muzakkar salimga uning i'rabida, ya'ni vonun pashlik o'rnida vo bilan, zirlik o'rnida ya bilan kirishdek, mush i'rabiga qo'shilib ketadi. Jam'i muzakkar salimning i'rabi qo'shilib ketadi. Nima qo'shilib ketadi? Ma warada anil arab majmu'an hadal jam' g'ayr mustafil shurut. Endi biz yuqorida jam'i muzakkar salim shaklida ko'p qilishning shartini bayon qildik. Faqat ikki narsani bu xil shaklda ko'p qilib bo'ldi.
Hem bu iki narsaning o'zgarishlik shartlari va ya'ni ta'dan xoli bo'lishi kerak va tarkib bo'lmasligi kerak xossim bo'lganda. Sifat bo'lgan chaqda ta'dan xoli kelishi kerak va ammo ta kiraydigan bo'lishi kerak yoki tafdilga dalolat qilgan bo'lishi kerak deb buning shartlarini bayon qildi. Endi arablardan mushu shartlarga tushmaydigan bir bo'lib jami' muzakkar salim ismlar kelgan. Biz yuqorida so'zlagan shartlarga tushmaydigan ozroq ismlar kelgan. Bu ismlar qanday muomala qilamiz deganda yulhaqu bi jam'il muzakkar salim fi i'rabi. Bu ismlar muzakkar salimga uning i'rabida qo'shilib ketadi. Shuning uchun biz buni mulhaqun bi jam'il muzakkar salim deb ataymiz. Nima qo'shilib ketadi? Ma warada anil arab majmu'an hadal jam'. Bu jam'ida ko'plik qilingan holda arablarning kelgan ismlar. Masalan, bu g'ayri mustafil li shurut. Bu shartli to'liq bo'lmagan. Ya'ni biz yuqorida so'zlagan shartlarga tushmaydi. Masalan, sinin deymiz. Sinin. Sinin degan yillar degan gap. Sana degandan cho'q ko'p. Bu sinin degan muzakkar aqilning ilmi emas. Ya'ni muzakkar aqilning cho'q xossim emas. Yoki aqil muzakkarning sifati emas bu yillar degan gap. Aydin degan cho'q bu o'xshash. Yillar degan gap, sinin degan yillar degan gap bu hech qaysi shakka tushmaydi. Undan boshqa 20 deymiz, 30 deymiz. Ya'ni alfozil uqud bo'lgan tuganchi sonlar. 20, 30, 40, 50, 60 degan bu sonlarmi yuqorida biz so'zlagan shartlarga tushmaydi. Demak, bu shartlarga tushmay arablardan mushu shaklda, ya'ni vonun orqali, tashqi o'rinda vonun orqali, zilzila o'rnida yanun orqali ko'plik qilingan ismlarni i'rob jihatda, ya'ni jumlik o'rin jihatda jam'i muzakkar salim ismiga qo'shib o'tamiz. Ya'ni jam'i muzakkar salim ismiga muomala qilgandek muomala qilamiz deydi. Endi biz jam'i muzakkar salim ism bilan tanishib bo'ldik. Endi biz jam'i muannas salim bilan tanishamiz. Jam'i muannas salim bilan tanishishdan ilgari mushu jam'i muzakkar salim shaklda maqsur ismlarni, ya'ni yuqorida biz so'zlagan shartlarga tushgan maqsur ismlarni, mamdud ismlarni, manqus ismlarni qanday ko'plik qilamiz? Oxirida birisininki qisqartirilma alif bor, birisininki sabit ya bor, birisininki-da ziyoda alif bor. Bularga vonun yoki yanunni akirib ko'plik qilmoqchi bo'lsak, qanday ko'plik qilamiz deganda jam'ul manqus jam'an muzakkar. Manqus ismni jam' muzakkar salim shaklda ko'plik qilish qanday bo'ladi deganda buning yo'li, buning qoidasi shuki tuhzafu ya'uhu va yudammu ma qablaha in jumi'a bil vav va nun. Endi manqus ismni jam' muzakkar salim shaklda ko'plik qilmoqchi bo'lsak, manqus ism deganimiz qaysi? Qodi, muhami deganga o'xshagan oxirida sabit ya bo'lgan ismlar. Bunda qismlarni biz jam'i muzakkar salim shaklida ko'plik qilmoqchi bo'lsak, tuhzafu ya'uhu. Uning yas tashlanadi. Qodi deganning yasi tashlanadi. Va yudammu ma qablaha. U yaning oldidagi harfi pesh qilinadi. In jumi'a bil vav va nun. Agar vo nun orqali ko'plik qilinsa, ya'ni pesh o'rinda bo'lib qolsa, vo nun orqali ko'plik qilamiz. Vo nun orqali ko'plik qilinib qolsa, u yadan ilgirki harfcha pesh qilinadi. Masalan, qodi deganni ko'p qilmoqchi bo'lsak, yani tashladik. Yaning ilgirki harfini-chi nima qildik? Pesh qildik. Undan keyin vo nunni keldik, qodun bo'ldi. Qozilar. Zibar yoki zirlik o'rnida bo'lib qolsa, ya nunni kiramiz. Ya nun orqali ko'plik qilingan vaqtida u tashlangan sabit yaning oldidagi harfni pesh qilmaymiz. O'z petqab qo'yamiz. Masalan, qodi desak, tunji qildigan ishimiz nima edi? Tuhzafu ya'u. Uning yas tashlanadi. Hamda bu yaning ilgirki harfni biz zibar zirlik holatda yanun orqali ko'plik qilsak, pesh qilmaymiz. Shu petda shaklda qo'shamiz. Nima bo'ladi? Qodin bo'ladi. Zibar zirlik holatida qodin bo'ladi. Pesh holatida qodun bo'ladi. Mana bu manqus ismni jami muzakkar salim shaklda ko'plik qilish. Maqsur ismni qanday ko'plik qilamiz deganda jam'ul maqsur jam'an muzakkar. Maqsur ismni muzakkar salim shaklda ko'plik qilish bu nihoyat oson. Maqsur ism degan mustashfa, fata shundaqo yoki murtada deganga o'xshagan maqsur ismlarni jami muzakkar salim shaklda, ya'ni vonun yoki yanun orqali ko'plik qilmoqchi bo'lsak,
Bunun yolu yuhzafu elifu. Onun elifi taşlandı. Ve yabqa ma qablaha maftuha. O yadın onun elifinin ilgirki neyse ziver halet qab qalıdı. Ahirki elifini taşlaymayız. Eliftin ilgirki harfçi öz pet qab qalıdı. Nim buludu dese mesela a'la desek bu maqsur ismi şundağı. Ahirki qısqartma elifini taşlaymayız. Vo'nun ekremiz nim buldu. Ve entumul a'lawna degenge o'xshaydi. Bu oyatga o'xshab va antumul a'lawun bo'ladi. Mustashfa shundaqa alifni tashlaymiz. Mustashfauna, murtada, murtadawna. Bu shunga o'xshash bo'ladi. Endi mamdud ismni jam'i muzakkar salim shaklda ko'plik qilmoqchi bo'lsak qanday ko'plik qilamiz deganda mamdud ism, ya'ni sahro, hamro deganga o'xshagan oxirida hamza va ortiq alif bo'lgan mamdud ismni jam'i muzakkar salim shaklda, ya'ni vonun yoki yanun yakib ko'p qilmoqchi bo'lsak, fa hamzatuhu tu'ta hukmaha fi at-tahniya. Hamzasi, ya'ni u hamzasiga ikkilikdagi hukm beriladi. Ikkilikda hamzaga qanday hukm bergan bo'lsak, shunday hukm beramiz. Ikkilik ismni so'zlagan vaqtimizda mamdud ismning hamzasiga qanday hukm berganmiz? Asli bo'lib qolsa, ya'ni u mamdud ismning hamzasi asli bo'lib qolsa, qanday qildik? Shu pet qilib qo'ydik. Vudda deganga o'xshash. Demak, buni shu pet qilib qo'yib, undan keyin jam'i muzakkar salim qilamiz. Vuddaun, qurraun deganga o'xshagan. Uning hamzasi biri harfni o'tkazgan bo'lsa, ya'ni ya'dan yoki vudni o'tkazgan bo'lsa, desa, buni ikki xil yo'l to'g'radi ekan biz. Ikkilik ismni so'zlagan vaqtimizda ikki xil yo'l to'g'radi ekan. Qaysi? Asli o'tkazgan harfga qaytarsaqmi to'g'ri yoki shu petni qilib qo'yib, ko'p qilsaqmi shu to'g'ri. Masalan, kasa, kasa olsak yepincha kasa'ni hamzasini biz voni o'tkazgan deb qaraymiz. Buni asli holatiga qaytarib, undan keyin vonini qo'shib ko'plik qilsaqmi to'g'ri? Kasa'un deb yoki shu peti ko'plik qilsaqmi shu to'g'ri? Kasa'un yoki kasa'un degan o'xshaydi. Deydi, vuddaun, kasa'un. Demak, kasa'un da ikki xil yo'l to'g'ri. Kasa'un yoki kasa'un. Ya'ni hamzani asliga qaytarib kasa'un desakmi shu to'g'ri. Demek, unda olsa arkadaşlar, bugünkü dersimiz Muşi'ye daxillaştı. Kelarki saatlik dersimizni ko'rishaylik. Assalomu alaykum.